Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob, bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Balalar xos reallik bilan xiyoliy tasavvur. Balalik bilan yoshlik o'ttirisidagi go'zal aslama. Hayot sirlariga berilgan mo'ysifitlarga xos aqliy javoblar, ba'zida zamon bilan makonni giralashtirsa, ba'zida zamon bilan makonning chek-chegarasini bosib tashlab, tafakkur qushlarımızning ko'p qatlamli madaniyatning keng zaminida parvoz qildirdi. Mana bu dal Qiroralliq balalar nomli romanning yurikidir. Yosh yozuvchi Farhod Ilyosning Qiroralliq balalar nomli romani nashr qilingandan keyin o'qirmanlarning suyib o'qishiga muyassar bo'lgan. Xanzo ingliz, qozoq, qirg'iz tillariga tarjima qilinib, qarindosh millat o'qirmanlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan. Bo'lib bu Xanzo obzorchilari orasida xeyli cho'nqur g'ulg'ul paydo qilgan. Bu roman qo'yiq madaniyat tindirmalari bilan 9-navbatlik mamlakatlik osonlik millatlar adabiy ijodiyati bo'yicha Tulpar mukofotiga hamda 11-navbatlik Bashbir qurilish mukofotiga erishgan. Biz bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Ilyos apandining Şinjan Ma'rif nashriyat tarafidan nashr qilingan romani Qiroralliq balalar haqida suhbat quramiz. Suhbatimizga 3 aziz mehmonni taklif qildik. Bulardan biri aylan Şinjan Ma'rif nashriyatining oliy muharriri, tonilgan yozuvchi, shoir, adabiy tarjimon Farhod Ilyos apandi. Yana bir mehmon Şinjan Ma'rif nashriyatining kandidat oliy muharriri, Şinjan Ma'rif nashriyati bosh tahrir ishxonasining mudiri Dilshod Idris apandi. Üçüncü mehmonimiz Pichannoylik Ma'rif idorasi o'qitish tadqiqot markazining mudiri, oliy darajalik o'qituvchi, bolalar adabiyoti yozuvchisi Farhod Kozimov apandi. Balalar bilan cho'nglarning o'q huzurni chektirishni biz tashlaganda, balalar asarlarining qanday hissiyotlarni izlandim. Balalarning qalb to'ridan o'rin oladigan, balalar bilan pichirlasha oladigan, balalarningki yurak sadosini anglay oladigan bir yozuvchi bo'lish va shular uchun nihoyatda muhim bo'lgan bir badiiy asarni yaratishning o'zi bir yozuvchi uchun nihoyat mushkul ish. Valanki balalar adabiyotimizga, balalar adabiyot zamonimizga Qiroralliq balalardan iborat bir nodir roman, bu roman kirib keldi. Bir yaxshi asarningki balalarning dünyasına kirişinin özü o ballarınki manevi dünyasına ömürlük asas serişle beraber olur demdi. Onun yaxşı eser bulalışı hem de balalar veren çoğunlarınki ok bozulunu çekçigirisini büsüp taşlaganda. Muşnoksudan qaragan çağda Farhodga bir sualı sizden sormuşsam bulmaydı. Qiroralliq balalar namlı bu romanını sizin kişilikten yağışınaqla tabiat dünyası qilgan real nişindaqlı xiyali səfirinizden məsulü deb qarsak olamı? Ben bu romanını yeziş sebebini to'g'riliq azroq so'zlashga to'g'ri kelyapti. Dastlabda buningga o'zimniki tabiat dunyosi yoki hayot haqidagi qarashlarimni singdiradigan undaq maqsadim yo'qdi. Eng dastlabda shu qizimga bir hikoya so'zlab berishdan boshlandi. Qizim kichik vaqtda to'la mendan hikoya so'zlab, dada cho'chak so'zlab deb deydi. Bir kuni so'zlab bir hikoya nim qilsam so'zlab bo'lgan, yangi suamı deb. Ustiga bir atlas ko'ylak kiyibdi. Atlas to'g'riliq bir hikoya to'qmoq qilmamdi deb bir Atlas qizning vaqaligini ashada to'qib baqdim. To'qib oxiraniki qizimni buni deb bir hikoyasima bir narsa to'qildi. To'qilgandan keyin buni xotirlab qo'ydim. Shu vaqtda shu bolalar uchun shunday bir hamda bo'lsa ko'p qismliq ulindigan mashaq bir asar yezish kerak deb kallam keldi. Kelgankim shu jarayonda ba'zi so'zlab bergan nimlarimni xotirladim, keyin yana to'liqlab yozib buni roman kengayib ketdi. Kengayib ketgandan keyin balalar asarlarining qanday hissiyotlarni izlandim. İzlab bunga bir butun bir yozuvchining ideyasi, tabiat dunyosi, kishilik hayot bo'lsin, balalar bo'lgan arzu umidlarimizni hammasini bir hikoya shaklida shu balalar singdirishning muhimligini his qildim. Shuning bilan bu asar yozilib qoldi endi. Romanni qo'limizga olsaqla mavzu ko'zimiz tushdi baratga. Qiroralliq balalar. Mushundan qaraganda sizning endi romanға mushu sarlavhani tanlashingizning o'zida sizningki Uyg'urlarningki g'ol, yiltiz madaniyati shunaqla tarixi bo'lgan, Qiroralliq madaniyatiga bo'lgan yuksak hurmatingiz va qiziqishingizdan deb qarasa to'g'ri bo'ladimi? Buningda yana birisi bu simvol ega. Men hamda shu Qiroralliqqa go'zallik tepilganda nihoyat qiziqqan. Shundan boshlab shu Qiroralliqqa qiziqdim hamda. Qiziqib shu Lopnurga chiqib bordim. Mushtoqli materiallarni ko'p ko'rdim. Yana birisi bu Lopnurninki coğrafiyalik o'rni Şinjanning o'tirsiga joylashadi ekan. Yana birisi nurg'un bizning qadimiy madaniyatimizni saqlab qolgan til aloyligimiz bo'lsin hamda bolalarga bir shu bir Qiroralliq bolalar deb bir 4 balani tanlab oldim. Endi Oychechagini qo'shgan 5 bola. Turg'un, Turg'un,
Ayçiçek, zumratdan ibarat. Keyin hava ayçiçek aytıldi Qirg'iziston davlatidan. Demak, mush 5 balni ham de Qirg'izistonlik ballar desam, lekin butun Uyg'ur ballarniki simbol deb tushunsak bo'ladi. Shunlashqa ham de Qirg'izistonlik ballar deb qo'yib endi. Yana birisi ham shu Qirg'izistonni tanlab turib, oxirida bu ballarni yana ashaga boshlab akeldim. Sizning romanning tunji o'qirmeni. Ballarni kang bir tasavvur dunyosi boshlab ketgan. Ballarning tebelini nihoyatda jonli aksartirib bergan. Dilshatga siz Qirg'izistonlik ballarning Abduh romanninki mas'ul muharrirligini ishlab ekansiz. Buni qaraganda sizning romanning tunji o'qirmeni, tunji ta'sirotchisi desak, albatta xatolashmaymiz. Albatta odamninki ma'lum bir asarni o'qib so'xlangandan tunji hissiyotiga, tunji ta'sirotga hech nima yetmaydi. Siz balkim nurg'un romanlarni tayyorlab baqqan, undaqda sizningki mushu romanga nisbatan sizningki hamda boshqa romanlarga o'xshamayroq tarafida qaragan taraflaringiz nima bo'ldi, Dilshatga? Men bu romanni tahrirlashga boshlab o'zimni tezlik bilan ishga kirib ketdim. Zo'qlandim bu romandan. Shu hamda tahrirlash jarayonida bu romanning oldi bilan hamda ballar adabiyotidagi bir nodir asar bo'lib qolganligiga ko'zim yetdi birsi. Hamda Allohdekni isoq birsi buningda oldi bilan bu ballarni kang bir tasavvur dunyosi boshlab kirdi ekan. To'rt bola to'rt angushtlarga erishib, o'z aloyidligi bo'yicha xohlagan ishni qila oladigan, xohlagan yerga bora oladigan, xohlagan narsaga aylana oladigan, xohlagan nima bilan so'zlasha oladigan mana bir aloyidlik bo'ldi ekan. Bu bolalarning tasavvur kuchini bejiqnoyat foydali deb qaradim. Ikkinchisi, bu romanda endi bolalar Faratmo ilgirdan boshlab bolalar asarlarida ko'p shug'ullanyapti. Tilini aytan, yengil. Balla tilini anda asas qilgan buni. Dashiza balla tilini zodi chiqish qilgan. Buningda endi balla tushunmaydigan yoki balla bir hazm qila olmaydigan unda dabdablik so'z ya jumla yo'q, unda uchirmaydi. Odam bir o'qsa, ravol odamning nimasi kiradigan ashqallisiga, hazm bo'ladigan masala bir alaylik ega. Yana bir jihatdan bu roman ballani tabiiy holda, tabiat dunyosiga so'rab kirdi. Bu balla tabiat dunyosida hamda o'zlari xohlagan narsalar uchrasha oladi, so'zlasha oladi. Hamda hozir shaharlashyapti. Biz bolalarimiz tabiatdan az bo'lib yiroqlashyapti. Bu roman orqali o'qiganlikka bola tabiatda jiq narsalarni bila oladi ekan. Bu bir alaylik ekan. Yana bir jihatdan aytmoqchi bu roman bolalarni bir xil jangovarlik ega qila oladi. Iznish ruhiga ega qila oladi. Mesela bir alaylık var. Yani ahırsında bu romanın yana bir nimesi bizden balla edebiyatimizde mesela bir nasıl bu kamera rakamda. Bu da bu romanın ro'yobga chiqishi bilan balla edebiyotidagi bu bo'shliq to'ldi deb qaravadim men. Yani parat buningdagi yana davomli o'to'g'siz izlanish idiz borni o'qimadim, lekin xeyli amdan bir bo'shliq bir to'ldi degan bir niyat kelib qoldim men. Shu balla bundan jiq hamda zo'q ola oladi. To'g'ri. deb his qildim. To'g'ri, uning qurilmasi bo'lsin, uning obraziyat shakli bo'lsin, uning til masalasi bo'lsin, uning sujet bo'laklanib nuqtasi bo'lsin. Uning tutishib ketadigan jamiyat tabiat munosabatlik detallar bo'lsin. Naytimi bir ajoyib qarayib qolgan shunaqalar o'zgachilik bo'lgan. Bu roman o'qish jarayonida biz bilmay o'zimizning bir g'aroybatlar dunyosi kelib qolganligimizni his qilib qolamiz. Farhod Qirg'izistonlik bolalar nomli bu romanni qarasam, bolalarning dunyosida, jumladan bolalarningki mavqasida, bolalarning kutish nuqtasida, bolalarning go'zal qalb tuyg'usida turib yozilgan roman ekan. Unda qo'yganda mush roman bolalarningki mushu tafakkur va tasavvurni urg'itishda qanday rol o'ynaydi? Endi bolalar adabiyotiniki xos alaydigan birsi tasavvur. To'g'ri. Nima degan vaqtda bolalar go'daklik vaqtida atrofidagi shaylarni, hamma narsani odam deb qaraydi. Masalan, bolalar go'daklik davrida mushukni miyangli demaydi, mushuk miyang dedi. O qo'y marsa mardi emas, qo'y ma dedi. Bir o'rindiq uchib taraq avozsa o'rindiq taraq dedi deb qoldi. Endi o'smirlik davri kelgan mezgilda o'zlari o'qigan, ko'rgan, boshqalardan anglagan narsalarni xilma-xil narsaga tasavvur qilib qo'ydi. Endi mushu tasavvur qilish jarayonida ularning ingida nurg'unlagan fikrlar yurgizildi. Hem tasavvur qobiliyatini cho'qim shu balliq davrida yetilish kerak. Balliq davrida tasavvurga to'yingan bolalarniki kelgusidagi ish qilishlarni nihoyat o'ng'ishli bo'ldi. Demak, tasavvur bolalarniki tafakkurni urug'di deb qaraymiz.
Endi hozirgi bolalarımızın turmushi qanday bo'ladi desak, hozirgi bolalarımızın turmushi ko'proq karton film ko'rsam bo'ladi. Masalan, aqlli hishoni bu kitobda tilga olgan. Alsak hamma bola bildi buni. Endi aqlli hishoni ko'rayotgan boladan ota-onalar cho'nglar. Mushu aqlli hisho o'ylagan o'ylarni o'ylayotganda, ashu hal qilgan ishdan qanday hal qilish kerak deydigan bolalarning tasavvurini uyg'otadigan savollarni biz so'rmaydi ekanmiz. Farhat Ilyas dal mushu nuqtani tutib, bolalarniki daqiqa ichidagi tasavvurlarini birma-bir bolalarning televizorlarini nihoyatda jaliq aks ettirib bergan. Bu orqali hozirgi bizning bolalarimizni yangi bir liniyaga, bu tafakkur liniyasiga boshlab kirdi deb qarashga bo'ldi. Jumladan Qaroraliq bolalar nomli bu roman bizning bolalarimizni bir tasavvur olamiga, tasavvur bo'shlig'iga boshlab ketdi deb qarayman. Balliq mezgilimdeki bir dostum sifatida uni obraz qilib tikildim. Bolalar folklordan unumli foydalangan. To'g'ri. Baratga asanning beshidla o'tib bola berishnaga bir donishmand qaga uchraydi. Donishmand qag'iningki navrisini ular jilonning hujumini qutqizib qo'yganligi uchun donishmand qaga balalarga to'rt siyirlik angishlarni berdi. Berib qolmay bu qaga boshdan oxir balalar mayli Kororanda yursin, mayli Amerikada yursin, mayli Yaponiyada yursin, mayli Afrikada yursin, mayli Baykal ko'llari bo'ylarida yursin, boshdan oxir bu balalar bilan billa balalar qiyinchilik uchragan vaqtimiz yo'l ko'rsatib manga endi. Mo'shundan qarab endi bu qag'ini qarsak bir xil donishmandlikka, bir xil oldin bisharat berguvchi bir oqsoqol mo'ysib kishilarga ismol qildimkin deb o'ylab qolamiz. Sizning mushundaq bir obrazni yatishingizning o'zi sizningki balliq chaqlaringiz bilan munosabati va ishmi yo Baratga? Albatta, endi bolalar asarlari to'lsa balliq aslimlar bilan tutishib ketadi. Men kichik vaqtimda qog' beqib baqqan. Qog'ning ashi kichik jujusini beqib, bu qog'i nihoyat aqlli bo'ldi. Qora qog'mi, do'qina qog'mi? Bu jiq turlarga ayrildi hamda. Bu qog'ning ba'zilar shumliqning beshorati deb o'shkirdi. Ham ovozim set, o'zim set bo'lganligi uchun hamda buni hamma shumliqning hamda razillikning simvoli deb qaraydiganlar bor. Lekin men kichik bolalik mazgilida bu qog'i nisbatan hamda beqib nihoyat aqlli. Shu jihatdimi hamda bu qog' beqib baqqashqa buni hamda undaq ayblab ketishni toza ravo ko'mdim. Chunki hamda bu amaliyot bir foydali qush ekan qog'a. Faqat uningki ovozniki set o'z ko'rimsiz qolganligi uchun barliq hamda askirlikning simvol qo'ysak bu adillik olmaydi. Hamda bulbul desak faqat buning ovozi chiroyli. Güzel naqsh etmagan narsaning hammasining yaxshi bo'lishini atayin. Bu tarafdan bor. Yana birisi qog'i to'g'riliq izni taqdimiz. Qog'i hamda shu Turkiy qavmlarniki burunqi bo'ri afsonasi va shunda qog'im borki. Hamda yana birisi Buguyxon rivoyati bor. Shundan balqa qog'a bir elchi sifatida tasvirlandi. Ashuna bir uch qush va uch qush shu qog'a. To'g'ri. Bu Buguyxon rivoyatida bor, to'g'ri. Bor. Hamda bu qog'a amaliyotda shu Amerikalik olimlar, Yaponiyalik olimlar sinab yiqibdi, qushlar ichida eng aqlli shu qog' ekan. Qog'ning undan boshqa vafodorlik, shu muhitninki asrash, nurg'un jihatlarda yana birisi odamga yaqinki bu. Yana birisi bu qog'da bir xil nihoyatda jangovarlik. Bu yonmaydigan qush. Hatto burkutlar bilan ilishadigan bu. Ba'zi odamdim yonmaydi. Buning har xil bir xil bir narsani qurol ishlatadigan qush deb sinab yog'ochni qilib bir narsani cho'qib, ichidagi bir narsani tortib qila oladi ekan. Biri suvni ichmaganda suvga sut nima qilib qochidiki suvga tashlab shunda suvni ko'tirib ichib olgan. Shunda qanda har jihatdan menda bu qog'i nisbatan aqlliqligi hamda nuqlab mushundan bir. Yani bir shu balliq mazgilimdagi bir do'stim sifatida uni bir obraz qilib tikildim. Turmushga, tabiatga, jamiyatga, hayot bo'lgan qarashlaringiz ma'lum nuqtadan bu qog' obraz orqali tanishman, qog' orqali o'tirib chiqarilibdi. Albatta, romanda qarasak bir serilik cho'chaklik xos bir xususiyatlarni, detallarni bayqab qoladi ekanmiz. Lekin buning bilan bu romanni biz serilik cho'chaklarga tava qilib olsak, meni hech to'g'ri bo'lmaydi. Endi Uyg'ur xalq cho'chaklarining 4 cho'ng turi ichidagi nihoyatda cho'ng bir turi bo'lgan serilik cho'chaklardan ma'naviy uzuq olmagan yozuvchilarimiz yo'q deyarlik. Serilik cho'chak bo'lgan vaqtning o'zida kuchli tasavvur, kuchli fantaziya orqali shu
insonningki baxtli turmush qo'ygan orzu armonni ifodalaydigan bir cho'chaq endi bu. Sizdan so'rab baqsam, Farhat endi shu Qirollik bolalar nomli romanniki Uyg'ur xalq seyrlik cho'chaklari bilan bo'lgan munosabatni qanday qaraysiz? Uningdan ketsiz. Mo'shuni birlashtirib Qirollik bolalar romaniningki badiiy go'zalligini nari deb qaraysiz? Mushaqqa qarashlaringizni anglab baqsa. Uyg'ur seyrlik cho'chaklarida biz qog'i obrazini o'rtoqmoq orqali bilgan. O'rtoqmoq cho'chagida sehrli qog'i bovoyga ichilangda sıxınım, altın sanqaydigan eshak, o'rtoqmoq berdi. Endi Farhat İlyasniki bu romanida qağa tiltash, nuqut, sirliq soat, yana birsiga tapkak botur. Buni berdi. Endi bu jihatdan o'xshashlikqa ega. Asarning mazmuni jihatdan bu sehrlik cho'chaklarda sehrlik narsalarni düşmanlardan g'olib kelishga, o'zi boy bo'lishga, olvastlarniki, devlarning sehridan qutulishga ishildi. Endi yozuvchi Farhat İlyasniki bu romanda bolalar uning o'xshamaydi. Ular o'zining bilimini mo'llashtirishga, kuzatishga, dunyoni tushunishga. Dal bu romanniki ortiqcha mo'shiyada. Bolalarimizga dunyoni tushunish, dunyoga yuzlanish, her bir şeyinin içki mahiyetini tushundirishga qoldi. Farhat İlyas mushu 4 angushlar orqali 5 balniki tasavvurlarini nihoyat jonliq aks ettirgan. An asardagi tilga qaraydigan bo'lsak, tili butunlay bolalar tili. Bu yerdagi bolalar tili degan vaqtimizda asarniki mazmuni voqealarga qarasak, buningdagi voqealar asarning mazmuni adabiyot, tilshunoslik, tarix, coğrafya, botanika, fizika, ximiya hammasi aytildi. Masalan, biz Uyg'ur jamiyatida o'simliklar misol olgan bo'lsak, to'g'roq, qo'mish, yulg'un. Bularni hamma bola bildi. Undan keyin hayvonlardan ot, to'ga, eshak, qo'y. Bularni bildi. Endi mushu cho'chak bu qiroliq bolalarda bolalarning his tuyg'ularini, o'ylarini, fanniy bilimlarni bolalarniki bolaga imkon qadar yaqinlashtirgan jumlalar ichida oddiy. Alayloq qumushlarni boshchaqlamang nomli bobida ekologilik bulg'anayotgan masalalarni bu yerdagi sansipirlar bilan suning bulg'anish darajasi muncha bo'ldi, buningdagi ma'lumotni ishib ketdi, muncha birsa ishib ketdi, ammo bunda ishib ketdi degan gap yo'q. Faqat qumushlarning so'zi orqaliqla ifodalagandan keyin buni o'qigan o'quvchilar asli bu mundaq narsa bo'ldi ekanda deb o'ylaydi. Demak, asarning tili odamning tilidan emas, atrofidagi shayning, o'simlikning, hayvonlarning tilidan bergan. Yana biri bu romanning aloyidligi Uyg'ur bolalar folkloridan unumli foydalangan. To'g'ri. Bolalar o'yinlari, bolalar qo'shiqlarini ijobiy foydalanib singdirgan. Masalan, bir kere ikki to'shqan sakraydi dikki. Bu qo'shiqni o'qigandan keyin bolalar dikki to'shqan deydigan bolalar qo'shiqni yodiga oldi. Nurug' Sushanligi nomli bobda bu asardagi personajlarni Mahmud Qashqari o'zi olib bordi. Yana biri shu Mahmud Qashqari Nuruz buloqdan Nuruz o'qigan mazgilda Nuruz nomini 3 bir joy qatlab suvga eqitganda Nuruz buloqqa bolalar buni tuzab to'plarga qisib oldi, tomar qilib qisib oldi. Mana bu bolalarni ilmni qadrlash ro'yiga yedaklab olgan. Bolalarning bir folklor muzeyimiga deb qoldi. So'ng bu kitob nihoyatda jonliqlik ega bo'lgan deb qarayman. Tabiatni suyish, tabiat bilan o'rtaq yashab o'tirib qo'ygan. Bu asarni men o'qib, buni bir bolalarning bir folklor muzeyimiga deb qoldim. Asarda boy degandek arxeologiyaga munosabatlik, tilshunoslikka munosabatlik, etnografiyaga munosabatlik, jo'g'rafiya, tarix, undan ba'zi tabiiy fanga munosabatlik, biologiya, zoologiyaga munosabatlik, shundaqla jo'g'rafiyaga munosabatlik, shundaqla insonningki
ham ma'naviyati, insonning realligiga munosabat nurg'un taraflar ajoyib zo'r usul bilan bu ixchamalda turist etilgan. Bunga qaraganda buni o'quvchilar, bolalar darsni sirt o'qishlik qilsa, to'lim babkagida kitobni qardim men Dilshatga. Bu asarni bolalar darsdan sirt o'qishlik qilsa, uning unumi qanday bo'ladi? Mushaqlik qarashlaringizni anglab baqsak. Darsni sirtga o'qishliklar odatda bolalarning darsni sirtqa vaqt o'qishlikka qartildi. Buningda bunday talablar bor hamda. Birisi bu o'qishlik cho'qim bolalar yoqtirib o'qiydigan bo'lish kerak. Bolalarning til alaydiligi, yosh alaydiligi, ashatlarga mos kelish kerak. Yana bir jihatdan bolalarga bir tasavvur qilish bo'shligi, bilim elish bir imkoniyati bilan ta'min etadigan bo'lish kerak. Demak, siz bu Qaroraliq bolalar nomli romanni u bir badiiy asar bo'lishda yana u kuchli qilib bir ilmiylikka bir xil bilimchanlik to'yiniga asar demoqchimisiz? Hozir biz degan gaplar o'zi ro'yab chiqish uchun, o'zi kamolini tepish uchun alda yozuvchida bolalarcha bir tasavvur bo'lsa, bolalarcha bir qalb bo'lsa, shu demoqchi bo'lgan narsalarni bolalarning maydonda turib, bolalarning tili bilan shunda bir ro'yab chiqara olsa, bu asarning haqiqiy bolalar asari bo'la oladi. Masalan, bu Farhat Ilyas mush roman izlash jarayonida roman ustida ba'zi nuqtalarga nisbatan ba'zi joylarga 4-5 qitim bo'lgan. Qumliqlar kirgan bu. Mana Muzdavanning bir voqealigi so'zlab berdi bu. Muzdavanning ta'sirlariga bir yerlari bor-ku bunda. Ba. Mushu jarayonda men Muzdavaga 2 qitim bordim. Onun keyinda qo'mishlar, o'zi qo'y qo'mishlar o'sib cho'ng bo'lgan bu. Ya'ni shunday bo'lsa-mu, ya'ni shu qo'mishlarga berib, ya'ni shu qo'mishlarning o'zi xos bir alayliklari, ya'ni qanday narsalar bor. Cho'nglardan so'raydi ekan. Ashadagi qo'mishda yashaydigan cho'nglardan. Shu ya komisa ba'zi bir o'simliklar ustida bo'lsa, shu o'simliklarni doim uchratib turadigan odamlardan ularning alayliklari, ularning yashash muhiti qatorlardan so'rab bilgandan keyin qalam tayyorlatganda bu kitobga. Shu bu kitob nihoyatda jonliqlikka ega bo'lgan deb qarayman. Romanni o'qisak, romanda ekologiyani qo'g'dash, yurtni suyishdan iborat bayonlarning xeli ko'p bablarga ixchamlanganligini ko'ra olamiz. Undaqda Farhat mushtaraflar balalarimizning eng qanday ta'sirlarini ko'rsatishi mumkin? Endi ekologiya masalasi bir dunyoviy masala. Bizning Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni nisbatan aytganda bu hozirgi navbatdagi eng muhim masalalardan biri deb qarayapmiz-ku. Endi mana bu Qaroraliq bolalar nomli romanda, masalan, to'g'riqlarning qurib ketishi, Karoran shahrining qarab o'sishi, Lopnur ko'lining yo'qolib ketishi, bu ahvollarni bolalarga hikoya shaklida bo'lganda-mu, shu davr, shu joydagi o'simliklar va shaylarning tilidan bergan. Hatto bu romanda qo'rib qaqshalib ketgan to'g'raqdagi qushning changisining nola zarlarini ko'ra olamiz. Bog'rashkuldagi qumushlarniki bir nemisi bor, yig'ini bor. Bular yig'in ochgan mezgilda qumushlarni podshoh shunday deydi. Hozir Bog'rashkulning suvi bo'lg'inib biz qanday qilishimiz kerak? Biz buni suvni saqlashtirish uchun cho'qim yildizimizni, ya'ni mingmo kengaytirishimiz kerak deydi. Chunki bu yerda qumush tabiiy suvni saqlashtirish zavodi. Bu yig'in ichilib turgan mezgilda qushlar bundan xabar yetkazdi. Iledaryo vodisidagi qumushning 10dan 1 qopdi. Mushbiti yo'qolsa 5 yil tugaydi dedi. Unda o'z qanday qilamiz deb bola kengash qildi. Hammamizga ma'lum, bir rayondagi ekologiyasi buzilsa, shu o'rindagi madaniyat, iqtisod hammasi chekiladi. Bu nuqtadan qaraganimizda Farhat Ilyas apandi Qaroraliq bolalarda boshdan oxiri ekologiyani qo'g'dash, tabiatni suyish, tabiat bilan o'rtaq yashashni o'tirib qo'ygan. Endi mana yurtni suyish, vatanparvarlik jihatini olgan bo'lsak, asarda hatto bizning yeziqlarimizni T harfi, X harflari bular so'zlaydi. Bizniki mingoy tam rasmlarini, chet ellardagi muzeydagi rasmlarimiz qanotlanib, ona yurtga qaytib keladi. Nima degan vaqtimizda bu yerdagi mushu bolalarga o'z yurtimizning suyishdan ne qadar muhimligini, jumladan madaniyatni suyish ekanligini, madaniyatni suyish, vatanni suyish birlashgan vaqtda ekologiyalik muhit yaxshilangan mezgilda haqiqiy bir dunyo qurib chiqib bo'lganligini ifodalab bergan. Shuning uchun abayam deganimizdek, bu bolalarning o'qishligi emas, cho'nglarning o'qishligi deb qaraymiz. Farhatga siz endi chet el adabiy asarlarini uyg'ur tiliga tarjima qilib kelyapsiz. Mushtoqdan qargan vaqtingizda
bizningki balla adabiyoti, chet-elniki balla adabiyot selishtirgan chaqda, orliq, qanchalik chiroqliqda baraka. Bizda shu folklor adabiyoti, ig'iz adabiyoti nihoyatda mo'l. Bu jihatda ular bilan tanishalaymiz. Lekin hamda hozirgi shu zamonga loyiq masalan karton film majiyati bizda yo'q. Hem Angliyaniki balla adabiyot to'g'riliq bir maqolani ko'rib baqdim. Ularning yilda chiqadigan umum kitoblarniki 3dan 1 qismidan 5dan 2 qismigacha balla asarlari bo'ldi ekan. Bularning silinmasi nihoyat ko'p ekan. Uning ustiga yosh farq bo'yicha bularning buvoqlar adabiyoti, go'daklar adabiyoti, balla adabiyoti, o'smirlar adabiyoti deb mashta yosh farq bo'yicha ayirib o'tibdi buni. Ayirib o'tib, go'dak bolalar, buvoq mazgildagi bolalarga analari yoki momlari, dadlari o'qibdanga uni ayrim ishlaydi ekan. Buni aytilqi rasmli, kartonli bir kitoblarni istiroli qilib. Ananki bu jihatga tadqiqot nihoyat kuchli ekan. Hamda hozir shu bolalarni tarbiyalashning eng yaxshi usuli shu karton film bo'lib qoldi. Bolalarni kichikna karton film ko'rma desakmi, uni choplashib oldi. Endi ularni ko'rdigan nima desa, shu Otman, Xeman deydi, aqlli xishu, mashtaqnimda bo'ldi. Biz hozir bolalarimizni tarbiyalayapmizmi desak, tarbiyalayapmiz. Lekin haqiqiy shunda hamda buni bizniki, o'zimizniki shu arzu maqsadlarimizni shuni singdiraldikmi? Yoki bolalardan ayrılib qoldikmi? Bolalar bilan bu ayrılığımız qanchalik buni his etamdik. Mushnuqni aytganda bizning bu balla adabiyoti haqidagi tushunchamiz beklamda yuza. Ya'ni birisi bu cho'nglarda balla adabiyotiga buni balla o'zlari ko'rib oldigan nima deb qaraydi. Endi cho'nglarniki shu ballalarni tarbiyalashda oldi bilan balla adabiyotini cho'nglar o'qish kerak. Bu orqali ballaga bo'lgan yiqilish hamda ballalarni ham qanday tarbiyalashning yo'lini shu atallar shu balla adabiyot orqali tushunsa pek yaxshi bo'ladi ekan. Bu jihatdan ko'proq selishtirma adabiyot jihati tadqiqot qilib bo'lsak, ko'proq selishtirib bo'lsak bo'ladi. Qadrli ko'rman do'stlar, Qaroralliq ballar romani bizni balalar xiyolining uzilmas xiyollari soyiliga boshlab, kelgusining go'zal manzaralariga yetaklab, ma'naviyatimizni madaniyatlar o'ttirsidagi dunyoviy birdaklikka yetaklaydi. Bugungi programmamiz mishiyat oxirlashdi. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar.